Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Qo'limda turgan kitob Abdurauf Fitrat tomonidan yozilgan kitob. Kitobning sarlavhasi oila yoki oilani boshqarish tartiblari. Bilgan bo'lsanglar kerak, ya'ni ba'zi bir o'sha ingliz tilida, o'zbek tilida kitoblarni o'qib, o'zimga yoqqan tomonlari haqida sizlar bilan o'rtoqlashaman. Shu kitobni ancha oldin o'qigan edim. Demak, Abdurauf Fitrat tomonidan yozilgan kitob. Deyarli 100 yil bo'lgan bu kitobni yozilganiga. Keyin Book Uzbekistan nashriyoti jadidchilar tomonidan yozilgan kitoblarni shunaqa kichkinagina kitobcha qilib chiqarishni menimcha an'analashtirishgan. Cho'lponga alohida shunaqa kitob bor edi. Keyin Abdulla Avloniy yozgan kitoblari bor, hali o'qib chiqqanim yo'q. Abdurauf Fitrat o'sha o'zi umuman qayerda bo'lsak ham, Amerikada bo'lamizmi, O'zbekistonda bo'lamizmi, dunyoni qayerda bo'lsak ham baribir oila yoki oilani boshqarish tartiblari haqida bilib yurishimiz kerak, chunki insonmiz, odam zoti esdan chiqadi. Xullas, bu kitobni shuning uchun ham o'qishni boshlagan edim. Ozgina o'qidimda, keyin ajralish, taloq masalalariga o'sha joyiga keldi kitobda. Keyin tashlab qo'ydim, chunki bu mavzular yoqmaydi menga, ko'tara olmayman, og'irlik qiladi. Misol uchun Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh tomonidan yozilgan mana shu kitobni ham o'qiganimda, ya'ni qanaqadir ko'nglim g'ash bo'laveradi o'sha taloq haqida, ajralish haqida o'qisam deb. Keyin tashlab qo'ydim. Keyin adamlar bilan umrlari uzoq bo'lsin, adamlar bilan bir kun gaplashayotgandik, aytdilar deb, qaragin deydilar, u yoqda bir bunisiga taloq qo'ygan, unisiga taloq qo'ygan, bu ajrashgan nima bo'lyapti o'zi, ya'ni u taloq qo'yadigan u prosta qilinadigan narsa emas-ku, uni o'zini qanaqadir an'anasi bo'lsa kerak, uni qanaqadir yo'llari bo'lsa kerak dedilar-da. Keyin как раз esimga tushib qoldi, keyin yana o'qishni boshladim. Rostdan ham nima deydi, kitobda tushuntirib berilganda, bu kitobda kichkinagina kitobda, ya'ni e'tibor 100 yil oldingi muammolar, ya'ni bizada nimagadir ham nikohni muqaddasligini yoshlarimiz bilmaydi. Turkistonliklar nikohni muqaddasligini bilmaymiz biz. Taloq qo'yishi ham o'zini qonun qoidalari bor. Ayolidan xafa bo'lishi ham, ayoliga bir narsani tushuntirishi ham o'zini qonun qoidalari bor. Shu qonun qoidalarini bilishimiz kerak edi. Ya'ni kitob nafaqat mantiqqa, balki Qur'oni Karimga, islom odatlariga, shu bilan birga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislariga, ya'ni o'sha boyitilib, qo'llab-quvvatlab yozilgan kitobda. Menga shu joylar yoqdi. O'zi umuman oila haqida bilmoqchi bo'lsak, bu juda ham zo'r kitob. Baxtiyor oila. Men hayron qolaman. Shunaqa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh yashab, shunaqa kitob yozilgan joyda nimaga shunaqa ko'p ajralishlar bor? Astag'firulloh, tavba qildim. Nimaga shunaqa taloqlar bor? Men hayron qolaman. Lekin o'zim umuman olganda bu kitob zo'r kitob, lekin oilani muqaddasligini mana bo'ladi, yuraklaringiz jiz etib ketadi-ku. Oilani muqaddasligini mana shu kichkinagina kitob bo'lsa ham chiroyli qilib ko'rsatib bergan. O'shanga ayniqsa o'sha joylarni o'qishni tavsiya qilaman. Keyin yana anaqa ba'zi bir gapirgan gaplari aytibdilar-ku, bizda Turkistonliklar yeyishni bilmaymiz, ichishni bilmaymiz, ya'ni ovqatlanishni, yeyishni bilmaymiz. Ya'ni Alloh taolo bizga o'sha o'simliklarni bergan, mevalarni bergan. Biz shulardan to'g'ri foydalana olmaymiz. Tibbiyotdan ham xabarimiz yo'q. Bitta ko'chamni bundoq aylanib kelaman deydilar. Har xil kasallik odamlarni ko'raman deyaptilar. Xususan kalli bor-ku, mana misol meni sochim yo'q, tepa kalman. Mana shu kallini ham kasallik deyaptilar. O'zi hozirgi tabobat olamiga qarasangiz ham ichagida kasali bor bo'lgan, oshqozon hazm qilish joylarida kasali bo'lgan odamlar odatda o'zi soch tez to'kiladi deyshadi. Endi biz genetika boshqa narsa deymiz, lekin besh ketdim demoqchiman-da. Ya'ni o'sha darajadagi qarab, masalan, bolalarni beshigiga belaganda nimaga e'tibor beriladi deb. Keyin yana men diqqatimni tortgan narsa, ayol kishiga biz deyaptilar, ta'lim bermaymiz deyaptilar. Ayol kishini chetga surib qo'yganmiz deyaptilar. O'zi unaqa emas. Turkistonliklar agar biz rivojlanmoqchi bo'lsak, aynan ayollarimiz o'qish kerak deyaptilar. Bitta qiziq narsani aytdilar. O'sha paytda misol uchun qizlarga nima deydi, ilm fan berilmas ekan. Nimaga? Chunki bu yozishni bilsa, o'ynash topib, o'sha o'ynashi bilan birga ketib qoladi debdi. Bilmayman o'sha mana shunaqa tushunchalarni kim kirgizganda. Ya'ni tushunasizmi, qizingni o'qitma, chunki u yozishni bilib oladi. Yozishni bilgandan keyin u o'ynash topib, keyin o'ynash bilan ketib qoladi debdi. Shuning uchun ham ba'zi bir oilalarda qizlarni o'qitishmagan ekanda. Yoki yana bitta achinarli gaplari, aytadilar, misol uchun Yevropa mamlakatlari u bu deymiz, lekin
nima deydi, Yevropa mamlakatlarining otxonasi bizani maktablardan tozaroq deganlar. Ya'ni Yevropa mamlakatlarining otxonasi bizani maktablardan tozaroq deb. Bitta do'stimiz borlar, o'sha do'stimizlarga ham mana shu kitobni o'qing deganda audiosi bor ekan. O'shani eshitib aytibdilar, 100 yil oldin yozilgan kitobga o'xshamaydi. Hozir bir xil muammolar ham hali ham bor degan ma'noda. O'shanga ya'ni o'zim uchun ko'p narsa o'rgandim. Yana bir marta aytaman. Ya'ni oila haqida bu juda ham zo'r kitob, lekin ani bo'ladi-ku, oilani muqaddasligini jiz etib ichingizda his qilasiz-ku. Mana shu kitobda sezdimda. Keyin yana bitta narsa, anaqa bilmadim, AI, sun'iy intellekt meni eshitib qolganmi yoki yo'qmi? YouTube'da chiqib qoldi. Ya'ni o'sha Abdurauf Fitratni qizlari bilan suhbat. Yoshlari 90 dan oshgan ekan, ulug' ayol, mo'tabar ayol, anaqa meni dodamlar rahmatli oyimlar tomonidan 95 ta qazo qildilar-da. Bularni o'zini qanaqadir dunyosi bor-da. Gapirib berishadi, xuddi koinotga borib kelgandek bo'lasiz. O'shanga vaqtingiz bo'lsa eshitinglar. Keyin anaqa ya'ni podkast ukkalarimiz bor-ku. O'shalar ham bitta podkast qilishgan ekan Abdurauf Fitrat haqida. O'shani ham eshitmoqchiman, uni hali eshita olganim yo'q. Sizlarga BookTube foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar Fitrat haqida, Abdurauf Fitrat haqida qanaqadir qiziq kitoblar bo'lsa yoki qiziq faktlar bo'lsa yozinglar, chunki men ham bu birinchi marta o'qigan kitobim. Hammamizga omad, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.